Mashinamiz ustida polniy polirovka bo'lgan. Ishonasizmi, qarang. Oynadek bo'lib turibdi. Tep-tekis qarang. O'zingiz aksizni ko'rasiz mashinada. Mashinamiz Captiva Tour, original Tour, 2017-yil 204 atmosferli motorda, ya'ni ekonomik motor deyiladi xalq tilida aytganda. Mashinamiz qarang turishini. Abrisovkalar ham xullas radnoy mashina, 908 mejikar pulti bor va tonirovka rassenasi bor. Qo'shimcha, xo'p, archa balonlar taqib qo'yilgan mashinaga olasiz, xayor minasiz. Kapotida va krelosida kraskasi bor. Libboy ustunlar bilan kelasizlar, xudo xolasa tekshirib olasizlar. Ichlariga umuman o'tmagan, faqat o'ziga sepilgan, yuz qismiga sepilgan. Mashinamiz bitta aylanib chiqaylik mana. Salon holati ham bor-ku, idealniy turibdi. Matvi mana ko'ryapsizmi? Sidyan holatini qarang. Obshivkalar, tarpetkalar, nima deyapti akam? Tayyor olasiz minasiz. Malibu 2 ni original start stoplarigacha qo'yib qo'yilgan. Mashinamiz bor, hozir orqa salonni ko'ramiz. Ungacha siz videoga like bosing. Mashinani qarang, yopilishini qarang. Ko'ryapsizmi mana qarang. Mashina shumka bo'lmagan, lekin bor, eshiklari idealniy yopiladi. Matvi bo'lib turibdi, ko'ryapsizmi? Mana orqalarini bitta ko'rsatib boring mashinani. Mani olginu mingin deyapti, qarang. O'zingiz aksizni ko'rasiz mashinada. Keling bu yerga, yaqinroq keling. Mana qarang mashinani. Sidinasini bor, siz uchun ko'tarib beraman. Mana qarang. Ovoring ichkarini. Mana qarang. Matvi bor-ku. Odam o'tirmagan. Faqat bagaj hisobida ishlatilgan. Shunda olasizlar, tayyor meva olasiz. Polirovkalarni qarang, qanday chiqqanini. Idealniy chiqdimi? Bitta like bosib qo'ying, singari. Xo'p, mashinamiz narxiga keladigan bo'lsa, do'stlar, Olexda xo'p 16,5 ming, 17,700, 18 ming ham qo'yib qo'yishgan. Sizlar uchun bor, arzon biroda, arzon narxda shu mashinamizni 15,500 dollarga olib qo'yamiz. Menimcha idealniy narx bo'lsa kerak. Sirazni bosib olinglar.